Assalomu alaykum hurmatli abituriyentlar. Yo'nalish tanlamoqchi bo'lganlarga ajoyib imkoniyat yaratilibdi. Bu uchun siz brauzerdan mandat.uzbmb.uz saytiga o'tasiz va bu yerdan qo'shimcha va oxiridan ikkinchisi ballingizga mos yo'nalishlarga o'tasiz va abituriyent ID'si. Bu degani abituriyent qayd varaqasi yozilgan bo'ladi. O'shani o'zingiznikini kiritasiz. Biror o'quvchi kiritamiz, qidirishni bosamiz va bu yerda ism familiyasi, to'plagan balli chiqadi. Pastroq tushadigan bo'lsangiz, sizga ikki xil rangda ballingiz yetadi, ballingiz yetmaydi. O'sha narsani o'zi ko'rsatib qo'ygan. Mana bularga ballimiz yetmaydi, undan keyingi yashillarga to'liq ballimiz yetadi. Mana shular yordamida siz o'zingiz taxminan qaysi yo'nalishlarga, qaysi institutlarga ballingiz yetishini ko'rib chiqishingiz mumkin. Va yana ayrim abituriyentlar uchun, masalan, faqat Toshkentda o'qish xohlaydiganlar uchun sizda yana bitta imkoniyat mavjud. Bu yerda Toshkent shahrini tanlasangiz, faqatgina Toshkent shahridagi sizni ballingiz yetadigan yo'nalishlarni ko'rsatadi. Va shular yordamida tahlil qilib yo'nalish tanlasangiz, kirish imkoniyatingiz yanada oshadi. Sizga yana bitta narsaga inobatga olishingizni xohlardim. Shu yilgi kvotalar bilan o'tgan yilgi kvotalarni taqqoslab ko'ring. Agar kvotalar kamaygan bo'lsa, ballar oshib ketish ehtimoli bor. O'sha narsalarni ham tahlil qilish esdan chiqmasin. E'tiboringiz uchun rahmat.